Assalomu alaykum. Gold Clinic kuzatib boruvchilari, navbatdagi obyektimiz Xudo xolasa Namangan Chorkesarda ko'rishlaringiz mumkin. Shunaqangi sifatli fasadli plitkalarni Dilshod aka ustamiz qatirishyapti. Общий объем qancha aka? Assalomu alaykum, ko'rayotgan obunachilarimiz. Bu obyektimiz ob'yomi 110 kvadrat chiqdi. Tepasiga trenddagi 3D fasadini berganmiz. Sokoliga высокий mokriy berganmiz. Bu fasadli plitalarimiz mana ko'rganingizdek shlakoblokka qilingan. Mana mustahkam tepaga ushatilgan karkaslar mustahkam bo'lgan. Bu fasadli plitani penoblokka qo'ysa bo'ladi, xom g'ishtga qo'ysa bo'ladi, paxsaga qo'ysa bo'ladi, sinch devorga, любой devorga o'rnatishning iloji bor. Любой devorga qiyshayib ketgan devorni ham to'g'ri qilib chiqarib, tekis qilib chiqarib olishning iloji bor. Hozir buni 4 tarafi bo'lyapti-kana. Xudo xolasa hozir binoni 3 tarafi bo'lyapti. Mana bu 3 tarafi. Mana ichiga uteplat qildik. Qishda xudo xolasa yaxshi xizmat qiladi. Bu tarafi ham bo'lyapti. Hozir ustanovka bo'layotgan jarayonida endi bu taraf. Hozir ustanovka bo'layotgan jarayoni bu yoqda mana shu tepaga shunday bo'lib chiqib ketadi mana. Shunday. Juda ham go'zal chiqyapti. Bu qaysi viloyatlarga berasizlar buni? O'zbekiston bo'ylab ustanovka xizmati bor. Xudo xolasa, sifatli toshlarni ham yetkazib beramiz. Xuddi shunaqangi devor bilan sokolni ulanishiga tunikalar qo'yilar ekan. Mana yerga atlifiga mana qo'yganmiz, sokol bilan fasadni ajratib turish uchun atlif tunika qo'yganmiz. Atlif tunika qo'yib buni bemalol mana ko'rsataman, mana turasiz. Mo'yshi hisoblanar ekan. Mo'yshi bemalol mana suvda yuvib, mana ko'ryapsiz, suv tushishini tushib atlifga, atlifdan sokolga, sokoldan yerga tushib ketadi. Maşallah. Bu ichiga o'tmaydi? Ichiga o'tmaydi. Ichida mana yerda zamogi bor. Ichiga shofiga mana shu titandan quyamiz. Hozir 1 minut shofiga toshni qo'yganda chakiga mana shu titan klaydan quyib qatirib ketiladi. Keyin o'ta shunaqangi mustahkam chiqadi. Sharaxlashlar yo'qolar ekan. Mana shuni tavsiya qilaman. Yaxshi narsa. Xudo xolasa, kimda kim qiziqsa bemalol murojaat qilinglar. Bitta shunaqangi sifatli fasadli plitkalar albatta Gold Clinic'da.